10.08 ko'pchilik bilmas ekan, shu bo'yicha mayli sizlar ham bilib qo'yinglar. Xullas bugun bitta patsient telefon qildi, operatsiya bo'yicha so'radi, kontaktingizni oldim, u bu. Keyin bo'ldi, tushuntirdim, keling, doktor ko'rsinlar, agar qanaqa operatsiya desalar, keyin shunga qarab biz qolgan planni qilamiz deb aytdim. Endi birdan to'lovlari bo'yicha so'rab ketdi, aytdim, u bo'yicha hozir menda ma'lumot yo'q. Chunki siz birinchi ko'rinasiz doktorga, keyin misol uchun nima rasxodniklar, shunga qarab bilishimiz mumkin dedim. Keyin order masalasida so'radi. Order bu yoshdagilarga hozircha ochilmagan, agar bo'lib qolsa xabar beramiz desam, bo'ldi, agar hal qilsak, hal qildik, bo'lmasa 10.08 ga telefon qilaman dedi. Tushunmadim, 10.08 nima dedim. Keyin 10.08 o'sha inson huquqlarini himoya qilish nimasi ekan, xullas ishonch telefonlari ekan. Bilmadim, endi bunaqa odamlarga nima deyish kerak. Indamadim, bemor ism familiyasini yozib qoldim. Lekin misol uchun bu holatda endi odam o'zini huquqini juda zo'r biladiganday ko'rsatyapti, lekin bu to'g'ri emas menimcha, chunki shifokorlarning ham huquqlari bo'lishi kerak bizda, lekin hozircha yo'q. Chunki ko'pincha bizda shifokorlarga hamma narsa borib taqalaveradi oxiri. Yoki misol uchun operatsiya bo'ladi, operatsiyadan keyin bemor ota-onasi ishlamasa ham borib shifokorni ayblab ketadi, odamlar o'zini huquqini juda zo'r biladiganday. Lekin sen o'zingdan talab qilinayotgan narsani bajarib qo'yapsanmi, yo'qmi degan narsaga hech kim javob bera olmaydi. Bemor o'ziga masalan, siz garantiya berasizmi deb so'raydi. Garantiya beraman, qachon sen ham operatsiyadan keyin shug'ullanishga garantiya bersang degan narsa aytilsa, o'zlari o'ylanib qolishadi. Shuning uchun bemorlar har doim shifokorga murojaat qilayotganda yoki shunaqa vaziyatlarda bunaqa qonun bilan yo boshqa narsa bilan doktorlarni qo'rqitib bo'lmaydi, yo qo'rqitish kerak ham emas u yoqda. Prosta siz insoniylik yuzasidan keling, shifokor bilan to'g'ri munosabatda gaplashing, muammolaringizni ayting va muammolaringizga doktor xohlaysizmi, yo'qmi, siz o'sha adliya nimaga, inson huquqlariga bormasangiz ham yechim beradi shifokor. Shuning uchun hamma narsani bu tarafga olib borib taqash ham to'g'ri emas. Bundan boshqa yana bitta voqea bo'ldi, endi aytib o'tib ketaman. Bitta bemor faqatgina hali konsultatsiya oldi bizdan. Konsultatsiyani o'zida, konsultatsiyadan keyin o'sha sirazi ular borib, prezident administratsiyasi, o'sha prezident qabulxonasi bor-ku bizda, xalq qabulxonasi, o'sha joyga borib shikoyat yozibdi. Misol uchun qanaqadir shifokor men bilan qo'pol munosabatda gaplashdi degan. Siz sal odamlar o'zimiz ham bir o'ylab ko'raylik. Bilmadim, hali siz faqat konsultatsiya olib ketyapsiz, orqasidan borib jalbi yozyapsiz. Doktorlar sizlarni jalbinglar bilan shug'ullansinmi yoki ish qilsinmi? Prosta bu narsani tushunmayman, nega odamlar unaqa. Oddiy siz hali konsultatsiya olib ketdingiz. Agar u odam operatsiya qilsak, bilmadim, xudo ko'rsatmasin unaqa kunlar nima bo'ladi. Prosta bunaqa negativ bo'lmaylik. Agar davo istaydiganlar bo'lsa, qidirib topib yaxshi shifokorlarga borib murojaat qilinglar. Davosini topinglar, hammani kasalligini misol uchun yechimi topilsin. Lekin bunaqa yo'llar bilan emas. Insoniylik yuzasidan murojaat qilsangiz, hech kim sizni ko'kragingizdan itarib solmaydi. Hamma taraf inobatga olgan holatda shifokorlarni ham tushunaylik. Endi men o'zim doktor emasman, prosta endi bo'layotgan munosabatlardan o'zimning fikrimni aytib ketdim.